Husanov Manchester City'ni tark etishi mumkinmi? Angliyada yuzaga kelgan mojaro fonida Manchester City kelajagi noaniq bo'lib qolmoqda. Assalomu alaykum, siz futbol fanatlari kanalidasiz. Husanov qiyin vaziyatga tushib qolishi mumkin. Bunga sabab Manchester City'ning moliyaviy qoidabuzarliklari bo'yicha yakuniy qaror jamoaga og'ir jazo berilishiga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda klub tarkibidagi yoki klub bilan bog'lanayotgan futbolchilar uchun eng real ssenariy loyiha to'xtashi bilan jamoani tark etish. Bu holat o'zbek himoyachisi Abduqodir Husanov taqdiriga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar klub Premier Ligadan chetlatilsa, pastki ligalarga tushirib yuborilsa, moliyaviy cheklovlarga duch kelsa, unda yosh va rivojlanayotgan futbolchilar yuqori darajada o'ynash imkoniyatini yo'qotadi. Professional o'sish uchun esa bunday vaziyatda futbolchilar odatda boshqa top ligalarga o'tishni tanlaydi. Sport loyihasi barqaror klublarni izlaydi. Murabbiylar ishonch bildiradigan muhitga o'tadi. Husanov uchun eng mos klublarni bilsangiz fikringizni biz bilan o'rtoqlashing. Agar Manchester City jazolansa, klub sport loyihasini qayta qurishga majbur bo'ladi. Ko'plab futbolchilar transfer bozoriga chiqadi. Husanov kabi yosh himoyachilar uchun tezkor transfer oynasi ochiladi. Bu imkoniyat emas, balki majburiy yo'nalish o'zgarishi bo'lishi mumkin. Manchester City ustidan chiqariladigan hukm nafaqat klub, balki u bilan bog'liq futbolchilar kelajagini ham o'zgartiradi. Agar jamoa pastga tushirilsa, Husanov uchun eng to'g'ri qaror yuqori darajada qoladigan yangi klub tanlash bo'ladi. Va bugun Yevropada unga eshik ochishi mumkin bo'lgan klublar allaqachon bor. Siz qanday fikrdasiz? Abduqodir Husanov jamoasi Manchester City Premier Ligadan haydalishi mumkinmi?